Shahar shovqinidan to'liq charchagan edim. Bugun telefonimni o'chirib, Erkin baliqqa tashrif buyurdim. O'zim ham bilmasdimki, bu joyga kelish meni ruhimga yangi safar bo'ldi. Kafega kirishim bilan suzib yurgan baliqlarga ko'zim tushdi. Bu menga xotirjamlikni bag'ishladi. Siz ham baliq sezonida baliq yegingiz keladimi? Erkin baliqda haqiqiy Xorazm baliqlarini tirik olib keltirishib, yoningizda tutib berishar ekan. Baliqni mazasiga keladigan bo'lsak, gap bo'lish mumkin emas. Juda ajoyib. Ko'rinishidan ham bilishinglar mumkin. Xohlaganinglarni tanlab qovurib berishar ekan. Bundan tashqari boshqa ovqatlarni ham topishinglar mumkin. Bu joyi va go'risi ham, assortilari ham juda shirin deb eshitdim va assortidan zakas qilib ko'rdim va barcha ovqatlardan yeb ko'rganday bo'ldim. Haqiqatan juda mazali. 10 dan 10 bahoga bemalol tortadi. Baliqni va baquvvat shunaqa ovqatlarni yegisi kelib yurgan o'rtog'ingizga bu videoni jo'natib, obuna bo'lishni unutmang.